Assalomu alaykum. Bu Xalq so'zi va Narodniy slovo gazetalarining jahon kundaligi dasturi. AQSh va Eron o'zaro raketa hamda harbiy zarbalar almashmoqda. Bu holat ikki davlat o'rtasidagi so'nggi sulhning eng jiddiy sinovi sifatida baholanyapti. Eronning Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQShning avvalgi hujumlarga javoban Bahrayn va Kuvaytdagi AQSh harbiy obyektlariga zarbalar berganini ma'lum qildi. Shuningdek, Eron qurolli kuchlari Bahrayndagi AQSh harbiylari joylashgan aviabazani ham nishonga olganini bildirgan. Korpus qo'riqchilari AQShga tegishli 85 ta harbiy nishonga raketa va uchuvchisiz uchish apparatlari bilan hujum uyushtirgan. Mahalliy vaqt bilan chorshanba kuni ertalab AQSh tomoni Eronning xalqaro suvlarda tijorat kemalariga qilgan hujumlarga javoban Eronga bir qator zarbalar bergan edi. Shundan so'ng Eron neft savdosiga nisbatan sanksiyalarni joriy etdi. Ushbu hujumlar va yangi sanksiyalar ortidan jahon bozorida neft narxlari keskin oshdi. Trampning so'nggi ma'lumotlariga ko'ra, Eron bilan ishlashdan charchaganini aytgan. Donald Tramp Eron bilan munosabatlarni keskin tanqid qilib, endilikda Tehron bilan hamkorlik qilish niyati yo'qligini bildirdi. Bu haqda Bild nashri xabar bergan. Jurnalistlarning Eron bilan kelishuv istiqboli haqidagi savollarga javoban Tramp o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv uning uchun amalda o'z ahamiyatini yo'qotganini bildirgan. Men uchun sulh tugadi. Endi ular bilan ishlashni istamayman. Ular firibgarlar, ularni kasal odamlar boshqaryapti. Biz yadroviy qurol bo'lmasligi haqida kelishuvga erishamiz. Keyin esa ular matbuotga chiqib, bu haqda umuman gaplashmaganimizni aytishadi degan Tramp. Shuningdek, Tramp Uitkov va Jared Kushnerning Tehron bilan muloqotni davom ettirishga qarshi emasligini aytgan. Yalpi ichki mahsulotning 5% ga yetkazish bo'yicha maqsadini bajarmagani uchun keskin tanqid qilgan. Donald Tramp Grenlandiya masalasiga ham to'xtalib, AQSh Ikkinchi jahon urushidan keyin orolni Daniyaga qaytarmasligi kerak edi degan fikrni yana bir bor takrorlagan. The New York Times nashrining xabar berishicha, NATO sammiti yakunlari bo'yicha qisqa yakuniy deklaratsiya qabul qilinadi. Unda Yevropa davlatlari va Kanada 2026-yil hamda 2027-yillarda Ukrainaga har yili 80 milliard AQSh dollari miqdorida yordam ajratish majburiyatini olish qayd etiladi. Bundan tashqari, yakuniy hujjatda alyans jamoaviy mudofaa tamoyiliga sodiqligini hamda Ukrainani qo'llab-quvvatlashni davom ettirish majburiyatini yana bir bor tasdiqlaydi. Manbalarga ko'ra, deklaratsiya loyihasida Eron hech qachon yadro quroliga ega bo'lmasligi kerak degan qat'iy pozitsiya ham alohida band sifatida aks ettiriladi. Shuningdek, NATOga a'zo davlatlar Hormuz bo'g'ozida xalqaro kemalar qatnovining to'liq erkinligini ta'minlash zarurligini ta'kidlab, bu borada qo'shma chaqiriq bilan chiqadilar. NATO bosh kotibi Mark Rutte alyans sammiti doirasida AQSh prezidenti Donald Trampni asabiylashtirmaslikka harakat qilmoqda. Bu haqda Bild nashri xabar beryapti. Ma'lum bo'lishicha, Mark Rutte AQShning alyansdan chiqish ehtimoli haqidagi gaplar fonida Yevropa va Amerika o'rtasidagi hamjihatlikni saqlash ustuvor vazifa ekanini ta'kidlagan. Ruttening so'zlariga ko'ra, NATOga a'zo davlatlar 2035-yilga qadar mudofaa xarajatlarini yalpi ichki mahsulotning 5% gacha yetkazish niyatida. Bu tashabbus alyansning mudofaa salohiyatini mustahkamlash va AQSh bilan hamkorlikni yanada kuchaytirishga qaratilgan. NATO bosh kotibi Donald Tramp haqida so'z yuritar ekan, men shunchaki bu insonni yoqtiraman deya munosabat bildirgan. Ma'lumki, Oq uy rahbari AQSh Eronga qarshi harakatlarda Yevropa tomonidan yetarlicha qo'llab-quvvatlamaganini aytib, Qo'shma Shtatlar alyansdan chiqishi mumkinligini ta'kidlagandi. NATO bosh kotibi sammit doirasida Yevropa mamlakatlari Vashingtonni qo'llab-quvvatlashi, AQSh o'z ittifoqchilarining sadoqatiga ishonishi mumkinligini bildirgan. NATO dronlardan foydalanish bo'yicha harbiy tayyorgarlikni kuchaytirish maqsadida Drone Edge loyihasini ishga tushiradi. Ma'lum qilinishicha, mazkur loyihaga ko'ra 2027-yilgacha dronlar yo'nalishida tayyorlanadigan harbiylar soni 5 baravarga oshirilishi rejalashtirilgan. Mazkur loyiha uchun esa 40 milliard yevro ajratilishi ko'zda tutilgan. Dronlar zamonaviy urush tabiatini tubdan o'zgartirdi va jang maydonida hal qiluvchi omilga aylandi, deydi NATO bosh kotibi Mark Rutte. Ruttening ta'kidlashicha, alyans ushbu sohadagi imkoniyatlarni tez sur'atlarda kengaytirishi kerak. Bildirilishicha, loyihani amalga oshirish uchun ajratiladigan mablag'lar nafaqat harbiylarni dronlardan foydalanishga o'qitish, balki NATOga a'zo davlatlarda dronlarga qarshi mudofaa tizimlarini rivojlantirishga ham yo'naltiriladi. Tramp Turkiyaga Rossiyaning S-400 majmualarini sotib olgani uchun belgilangan va 2020-yilda o'z tomonidan kiritilgan sanksiyalar bekor qilinishini e'lon qildi. Biz sanksiyalarni bekor qilmoqchimiz. Buning vaqti keldi. Biz do'stlarimizga cheklovlar qo'yishni xohlamaymiz. Bu juda oddiy. Sanksiya kiritishimiz mumkin bo'lgan va bizga nisbatan sanksiya qo'llayotgan odamlar ko'p. Biz do'stlarimizga sanksiya qo'llashni istamaymiz, dedi Tramp Anqarada Erdo'g'an bilan uchrashuv chog'ida.
Eslatib o'tamiz, ushbu sanksiyalar xususan Turkiyaning F-35 qiruvchi samolyotlarini ishlab chiqish dasturidan chiqarib tashlashni o'z ichiga olgan edi. Turkiya dastlabki 5 ta samolyotni qabul qilib olish bo'yicha allaqachon kelishuvga erishgan. Bizda hozircha shular, kuzatishda davom eting.